Registon o'quv markazi, Mutolaa loyihasi hamda Kitobxon millatimiz jamoasi hamkorligida jamiyatimizda kitobxonlikni keng targ'ib qilish uchun yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini oshirish va kitobxon millatini shakllantirish maqsadida Kitobxon millat onlayn kitobxonlik tanlovining 2-mavsumiga start beramiz. Tanlovda qatnashish uchun ishtirokchilar Telegramdagi Kitobxon millatimiz bot manzili orqali ro'yxatdan o'tib, 30-maygacha Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar va Tog'aymurod Yulduzlar mangu yonadi kitoblarini o'qishlari va ular asosida tuzilgan testlarni yechishlari kerak bo'ladi. Tanlov g'oliblari quyidagicha taqdirlanadi. 1-o'rin smart televizor yoki 150 ta kitob, 2-o'rin smart televizor yoki 120 ta kitob, 3-o'rin planshet yoki 80 ta kitob, 4-o'rin smartfon yoki 70 ta kitob, 5-o'rin smartfon yoki 60 ta kitob, 6-7 o'rinlar har biriga 30 tadan kitoblar to'plami, 8, 9, 10 o'rinlar har biriga 20 tadan kitoblar to'plami. Tanlovda qatnashgan barcha ishtirokchilar sertifikat bilan taqdirlanadi. Bundan tashqari bizda 10 ta eng faol targ'ibotchi nominatsiyalar ham mavjud. Ularga ham xuddi shunday sovg'alar taqdim etiladi. Unga ko'ra, botda sizga berilgan referal havola orqali ko'proq do'stingizni taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Tanlovda qatnashgan barcha ishtirokchilar sertifikat bilan taqdirlanadi. Tanlovda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari yoshi, mansabidan qat'iy nazar ishtirok etishlari mumkin.